haqiqatan ham eng saxovatpesha odamlar eng ko'p mana shu Urgutda. Avvalambor assalomu alaykum, hurmat Soyg'uz mahallasining fuqarolari, barchalaringizni ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz, xush kelibsizlar deymiz. Bugun mana shunday ajoyib mahallada tez tibbiy yordam poliklinikasi ochilishi munosabati bilan barchamiz jamul-jammiz. Samarqand viloyati hokimi Boboyev Adis Muzaffarovichga so'z navbatini beramiz. Marhamat qilib. Assalomu alaykum, hurmatli Soyg'uzliklar, Urgutliklar, yurtdoshlar. Ajoyib yaxshi kun, mana bu bayram ustiga bayram. Bugun hurmatli prezidentimizning o'zi tug'ilgan kunlari, juda ertalabdan kayfiyat yaxshi. Hozir Toyloqda bir yaxshi obyektni ochdik. Katta bir 3 ta mahallaga hozir ichimlik suv bilan ta'minlaydigan bir obyekt. Juda ham xalq rozi bo'ldi. 1.2 trillion so'm bitta tumanga, bu butun viloyatga ham berilmagan mablag' bitta tumanga berilyapti. Ubal Fayzov Rafid Rahmatovich taqdirlandilar. Qarsiylar bilan yaxshilar.